Ну что, bo'ldi qishloqlar ketdimmi qishloqdan? Ha, kapot bo'ldi. Yaxshi yerga keldim. Shu qishloqqa afsuslayman. Juda ham ko'p pul topdim. Bu vazifalarni bajarib ishlani. To'g'ri aytasan qishloqqa. Men bir 2 oy topgan pulimni 2 haftada topib qo'ydim. 2,5 dastak ishlaman. Mana kapot, bu qishloqda bir oyda bitta stak olardim. Ammo 5 ta stak bilan ketyapman. 5 ta stak desam, voy rostdan ham juda ham ko'p pul topib keldi. Rostdan ham kapot, mana juda ham ko'p topdim. Qishloqda kam topardim. O'ta juda ham ko'p topdim. Ha, qishloqlar, lekin shahardan o'sha ketish kerak. Qishloq nima botgan ekan? Hozir to'xtaylar, men bitta napitka olib keldik, qishloqqa boramiz. Nima botgan ekan? O'zi qishloq o'zgarmaganmikan? Hamma Sulaymon otim Kompot yangi videomga xush kelibsizlar do'stlar. O'zinglar hammasini ko'rib eshitganinglardek bizni shahardamiz. Biz hamma qishloqlar bilan shaharga kelib ishlash uchun bitta dona mer qoladi uyda. Ana endi biz qishlog'imizga qaytishimiz kerak do'stlar. Men 2,5 ta stak ishladim. Men o'zim qishlog'imda 16 ishlardim oyga. Bu 2,5 ta stak haftada napitkalar bo'tda qimmat, hamma narsa qimmat bo'lib ketgan. O'shancha o'zimizning qishlog'imizga qaytishimiz kerak. Avtobus pullarni biz juda ham tez tugatib qo'yamiz. Qani ketdi qishloqlar bo'lmasa, meni joyim oynaning yonida. Bo'ldi kapot, davay tezroq o'zimiz qishlog'imiz bo'yicha zerketdi men bo'tda. Davay qishlog'im ko'rim kelib ketdi. Ana bo'ldi qishloqlar. Biz qishlog'imizga yetib keldi. Ura kapot, yetib keldi. Biz qishlog'imizga davay bo'lsa kiramiz. Bir bizani kutirgan ekan. Mer bizani kutiribdi. Qani ko'rlik. Salomlar. Salom kapot, xush kelibsizlar. Juda ham zo'r bo'ldi lekin kelganingiz. Men sog'indim. Oy nima bu? Men tushunmadim hozir nima bo'ldi qishloqqa. Qo'rqmanglar, qishloqda ozgincha o'zgarishlar bo'ldi. Nima o'zgarishlar bo'ldi? Nimaga uylarning yangi yashil bo'lib qolgan? Nimaga bo'yading uylarning rangini? Nima bu kislota yadmir bo'lyapti? Qanaqa virus bu? Bir bizga cho'rtib berdi qo'ysan. Hech qanaqa virus emas. Men prosta o'zgartirish qildim. Qoidalar qo'ydim. Endi bizning qishloqda hamma narsa pulli. Nima hamma narsa pulli? Nima deyapsan qishloqqa? Kapot endi hudud suv olish, uyga kirish, bog'da o'tlar olish, kartoshkani olish, bug'doyni olish, hamma narsa pulli bizning qishloqda. Nima? Hamma narsa pulli? Quvurdan suv olish ham pulli, uyga yurish ham kirlimi? Kapot, hamma narsa pulli bo'lib ketdi. Yangi qoidalar. Nima qanaqa qoida? Bir o'ynash olsami? Yo'q, o'ynashmayapman, rostdan aytyapman. Mana hamma narsani yodida bankomatdan shunaqa pul to'laysizlar, maza qilib suv ichasizlarmi, bug'doyni olasizlarmi, uyga kirasizlarmi? Nima deganing? Mer axir qanaqa qoidalar? Yana uylarni rangini вообще o'zgartiryapsan, dizaynini вообще g'alati-ku bu axir. Mana hudud yonida yana bankomat turibdi. Mana bu yoqqa pul tiqish kerak. Mana shu yoqqa pul tiqasa, xohlagancha suv olasan, qabot xohlagancha emas endi. Chegaralangan baribir. Bo'tdi ham hozir davay. Nima privatni qo'ydingmi buni ham? Ha, kapot, mana bankomatdan pul to'laysan, ba'zi qilib bug'doyni olsang bo'ladi, yesang bo'lar ekan. Nima qilganing axir? Qani davay kirzamiz qancha ekan, qancha turar ekan? Nima 15 ta izumrud? Ha, kapot yaxshi-ku. Nima qilganing axir 15 ta izumrud bitta dona shu bug'doyga вообще ko'p-ku axir. Sen вообще o'ynashib bu qoidalardan. Men o'ynashganim yo'q, zo'r qoldim axir. Nima bu bir jindiromisan? Rostdan ham nima qilganing qanaqa qoidalar bu? Hamma pulni qishloqni yaxshilash kerak, ta'minlash kerak. Endi bizning qishloqimizda eng zo'ri bo'ladi. Bo'ldi, menga aql o'rgatmanglar, men uyga ketdim. Mer, nima bu axir? Suv olisham endi pullimi? Nima qilganing maza qilib qishloqimizda bo'lamiz ham? Masha bilan. Obbo, nima qilganing endi buni mer? Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Kapot, shu yetishmayapti uni bizga nima qilgan endi bu nima qilamiz? Hamma narsa pulli bo'lsa yana juda ham qimmat ekan. Uyga kirish ham pulli, momentda pulli, hamma narsa pulli bo'lib ketgan do'stlar. Davay bug'doy mayli. Bug'doyga to'luvdim-ku, yo'q, yetmaydi, yana pul to'lash kerak deb menga. Rostdan ham kapot, yana pul to'laysan. Obbo, nima qilganing endi? Mer bizani bilib qo'yganda shahardan pul olganimiz, mayli, qani bitta uyimizni ko'raychi. Nima davay albatta eshik ochdik meni. Qancha to'lash kerak endi bu yoqqa? Davay to'laymiz qancha ekan o'zi? Davay kiritamiz.
puli yetarli emas. Nima? Pul yetarli emas. Qanaqa qilib pul yetarli emas bo'lishi mumkin? Davay mana bu stak qo'ylichi. Nima? Bitta stak uyimga kirish, bitta stak. Nima qilgani axir bu? Bitta stak, bitta uyga kirish nima bu axir? Namuncha qimmat bo'lib ketdi. Nima yordam beringlar, nima bu? Qo'shnimni bo'lyapti endi. Ha, qo'shnini bo'ldi. Qaponi bilasam nima uyimga kirish qanchaligini. Nima qancha ekan? Bitta stakmi saniki ham? Yo'q, qapon 3 ta stak men uyimga kirish. Nima 3 ta stak izomrod? Вообще ko'p axir. Вообще aqldan ozibdi. Men rostdan ham shahardan pul olganingizni bilib kelgandayim. Kapon o'ylashyondi, hamma pulni o'g'ga tushayotgan. Nima qilamiz endi kapon? Bilmadim, qilmadim. Qishloqni nimadir o'ylab topish kerak. Bunaqa ishlar yetmaydi, lekin hamma narsa pulli bo'lsa. Rostdan ham, ana bo'ldi. Maza qilib uyga kira qoling. Qancha ekan bu uyga kirish? Men ham shaq bo'ladimi? Davay bo'lmasa ne ish qilish kerak? Pulli yetarli emas. Davay bitta stak kirituvchi. Pulli yetarli emas. Tushunmadim. Davay 3 ta stak kirituvchi. Nimaga pulli yetarli emas deyapti? Qarab qilib, navacha qimmat bu. Davay hamma 5 stakni to'g'richi nima bo'lar ekan? Nima o'zidan ketdimi bular? Hamma 5 stakni yetkazardim. Ammo nima bu? Pulim qolmadi endi. Davay, ne pulim yetmayapti uyga kirish. 2 ta stak yetmayapti. 2 ta stak yetmayapti uyga kirish. Qanaqa quraman? Skaz bizoraman deb ona shishira hozir skazda bitta narsani olib keling. Skladga kirish pulli nima qilganda? Qanchaga 40 dan izomrod skladga kirish nima bu? Yordam beringlar. Qishloqlar tushunarli aytib berdinglar nima bo'lganini. Menga vashi pul yetmayapti. Ammo 5 stak bo'lib qo'ydi. Nimadir qilish ishinglar. Yo'q, menga yetmaylar, iltimos. Yo'q, yana to'lashi menga yetmaylar. Kapot rostdan ham to'lash kerak uyga kirishga. Nima qilamiz endi qishloqlar? Kapon, menda bitta reja bor-da. Davay bo'lmasa, reja bor bo'lsa bitta mir yoniga borib kelaychi, bitta ko'raychi nima qotgan ekan o'tda. Ana mir o'tiribdi. Juda ham zo'r qoldi endi qishloqimiz ham boy bo'ladi. Pullarim ham yoqqa tushyapti. Menga uyga kirishdi 5 ta 8 so'mrod. Вообще ko'p pul tushyapti. Juda ham zo'r qoldi. Namachi o'zi mehribon, men hali sandiq pechga irsaklarni pulli qilib qo'ymadim, boshlangan pulli qilib qo'yib juda ham zo'r ulardan juda ham boy bo'lib ketardim. Yana qishloqni yaxshilik ishlatardik, ta'mirlardi. Ana pullarni sanamay o'tibdi, yana uni bankomatiyu tekin kirish uni. Nima kirib gaplashib ko'rchi kapot. Nima qilaman gaplashib, buni dars o'tib qo'yish kerak. Kapot aytdim, ko'panga reja bor deb. Hozir to'xtaydi do'stlar. Bizda bitta zo'r reja paydo bo'lib qoldi. Obbo, menga sklad kerak. Davay skladni ochiq qoldi endi 40 ta so'mruddim. Bo'ldi, qishloqqa yaxshi ija berding lekin bizga. Kapol, davay qo'sh endi bu garmdorlarni. Davay qo'shamiz, bu garmdorni qo'shamiz bu sendvichga. Davay endi sousni qo'shishga yetganimda. Davay sousni ham hamma oxirgacha qo'yaveraman, farqi yo'q. Davay oxirgacha. Hoppa, kapot, davay endi bizdan ham reja bo'yicha qilamiz. Davay eshikdan chiqmasa qanaqa rejaligini, bankomat qo'yishdan chiqmasin. Davay kiramiz. Mer kirsam bo'ladimi? Kapot, nima bo'ldi? Kirvor. Mer yaxshimisan o'zi? Bitta gaplashmoqchi edim. Men sen bilan qo'lingda nima u kapot? Meni qo'limdami? Meni qo'limda juda ham zo'r sendvich. Nima sendvich deysanmi? Qanaqa qilib olding? Bu sendvichga men to'ladim hali bug'doyli scratch qildim. Bug'doyda non scratch qilib juda ham zo'r sendvich scratch qildim. Bitta tatib ko'rsam bo'ladimi kapot? Juda ham zo'r ekan lekin. Hammasini yesang ham bo'ladi. Mer, mana senga hammasi mazza qilib yesang bo'ladi. Vau, kapot, rahmat senga, davay. No, zo'r ekan kapot lekin sal achotini lekin. Davay endi ishga kirishimiz kerak. Bu hudud yopib qo'yishimiz kerak suvdan. Davay yopib qo'yamiz. Kapot, namacha ochib ketdi olsam, nima bu? Namacha achchiq bu sendvichni nima qilgani? Tezroq hududga borishim kerak.
Xudoyo bu nimaga kapo nimadir qil davay xudini ochib ber menga suv ber kapo nima qilganing bu nima suv berayman bu xudo axir pulli qilib qo'ygan-ku kim pulli qiladi nimaga qanaqa suv ichaman san pulli qilding-ku axir mer nimaga men pulli qilib qo'yaman qanaqa qilib endi men suv ichaman ha mer mani uyimda judayam zo'r suv bor edi judayam muzikli suv bor edi ha kapo tezroq yur uyingga bo'lmasa nimani kutamiz bo'pti axir mani uyim pulli-ku mer pulli qilib qo'ygansan-ku mayli kapo to'layman tezroq menga suv kerak davay qishloqlar boringlar kapo davay to'layman nima ishda qancha to'lashim kerak mani izim yo'q davay to'lab bo'lmasam ochib ketyapti mashina ochib ketyapsam qancha to'lash kerak bo'ldi to'ladim davay endi och ana bo'ldi endi ishga kirish kerak mer uyiga bitta blokni sindirib bu yoqqa bankomat qo'yib qo'yganmiz endi mer uyiga kirishim pulli judayam zo'r davay mer suv iching kelyaptimi yaxshi mana ozgincha zuratim bor ekan mana davay qo'yamiz bu yoqqa bankomatga davay qarang san suv sandig'idan davay menga berchi tezroq voy adashimman-ku bu emas ekan o'yinda qanaqa deb o'taman suv tez yordam chaqiraman hozir men hushimdan ketib qolaman uyimda mana hozir tez yordam chaqiraman tushunmadim nimaga mani uyimga kirishim pulli bo'lib qoldi kim bu yoqqa bankomat qo'ydi san qo'ygandirsan balkim men ammo kapot kimga suv kerak menga suv kerak hozir 10 ta stakan suv ichib qo'yaman axir suv pulli bitta stakanga 3 ta stak izumrud 3 ta stak izumrud nima 3 ta stak izumrud nima qilganing bu hozir ichmashimani yo'q pulli pul ber keyin ichasan mer voy boshim aylab ketyapti voy boshim davay endi tezroq yordam chaqirish kerak davay qishloqqa bo'ldi yaxshi aka tez yordam chaqirdinglar endi bu ketdik kapot qilaqsan hech berasan endi menga hamyoni pulli qilib qo'ydimi zo'rg'atdan tuzaldimi shu qo'ydiradi olib tashlayman bo'ldi hamma narsa endi pulli qo'ydiradi olib tashlayman ura qishloqlar bo'ldi olib tashladingmi endi hamma narsa ekanman pulli emasmi hamma narsa bizdan qishloqda yo'q qishloqlar kapot hamma narsa ekan bekor bu qo'yni qo'yibman ahmoqman bekor bu qo'yni qo'yibman bo'ldi yaxshihamki sanga dars o'tib qo'yibmiz juda ham zo'r qilding lekin mer shunaqa ham qilasanmi bo'ldi kapot hammasi bekor qildim endi uylarga biranga qaytdim bo'ldi hamma narsa endi pulli bo'lib mazza qilib yashasa endi bo'ladi man ketib bir mazza bo'lib olay qishloqlar juda ham zo'r bo'ldi endi hamma narsa ekan bo'ldi kapot juda ham zo'r dars berib qo'yding bu merga endi uyimga mazza qilib dam olsam bo'ladi uyim ham tekin endi mana do'stlar shunaqa bo'ldi xullas biz shaharda shuncha pul olib keluvdik mer bizani shahardan pul olib kelishimiz bilib shunaqa hamma narsani pulli qilib qo'yibdi qishloqni yaxshilashiga hamma narsa pulli bo'lib ketdi bizani qishloqda bo'pti layk bosib obunachisidan chiqmasa hammaga xayr yaxshiyamki bekor qildik bu qoidani